Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Bugun siz bilan birinchi indikatorimiz, ya'ni changerni ko'rsataman. Bu nimaga kerak? Ko'pchilik holatda ko'rgan bo'lsalaringiz kerak, analiz qilganimda mana shu indikatordan foydalanaman. Chunki bu yerdan ochib uni izlash anaqa qilgandan ko'ra bu yaxshi. Keyingi sabablari ham bor. Aynan mana shu indikator orqali biz o'rnatgan indikatorlarni ham ishlatishini ko'rishimiz mumkin. Masalan, deylik, bitta indikatorimizni qo'yib beraman hozir. Endi primerdan mana shu indikatorimizni ishlatishimiz uchun bizga kerakli imkoniyatlarni beradi любой parada. Ya'ni hozir masalan yevro yena turgan bo'lsa, biz keyingi parani ko'rishimiz mumkin. Masalan, tillada deylik. Ochamiz. Mana o'zi chizib beradi. Mana maksimum 100 olganmiz bu yerda. Aynan shu indikator bilan. Bu mana shu narsa uchun bizga qulay. Siz ham bu indikatorni o'zingizga o'rnatib olishingiz mumkin. Bu endi pullik desam sal uyat bo'ladi. Sizlarga buni shunday sovg'a qilib beraman. Hadya sifatida ko'rasiz. O'ylaymanki yaxshi ishlatadi. Buni ishlatgan odamlar xudo xohlasa normal narsa bo'ladi. Busiz bo'lmaydi. Chunki men ertaga mana bu indikatorlarni berganimda kimgadir mana shunday ishlashini ko'rish uchun u o'rnatib olish kerak bo'ladi. Hozircha shu.